Oho, o'ylaganimdan ancha katta maktab ekan. Salom, sen yangi o'quvchimisan? Ha, shunday. Ismim Prinsessa. Yaxshi, men Kanrujiman. Yur, senga tanishtirib chiqaman. Okey, yaxshi bo'lardi. Bu bizning yangi o'quvchimiz. Bo'ldi, prinsessa, joyingga o'tir. Vau, juda ham chiroyli qiz ekan. Nega yuragim tez uryapti? Oho, yangi qiz kelibdimi? Kulgili emasmi? Meni ismim Prinsessa. Sizlar bilan tanishganimdan xursandman. Hamma chiqishi mumkin. Agar birorta yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, men doim shu yo'daman. Agar maktabda muammo bo'lsa, menga aytaver, Nimalar qilyapsan, aralashib? Hech qiziqmas menga Stromik. Urushmaylar, nima qilasizlar? Bo'ldi, Kanroji hozir boraman, to'xta. Adashmasa boshxona pastda edi-da. To'g'ri topibman. To'xtanglar. Salom, qalaysan? Salom, yangi o'quvchimisan? Ha, shunday. Maslahatim Drikodan ehtiyot bo'l. Undan uzoqroq yur, qisqasi. Nimaga? Nima sababdan? O'zing bilib olasan. Ha, mayli, baribir bir nima g'alati edi. Mayli, meni ishlarim bor edi, keyinroq kelaman. Sen shu yerda o'tir. Ha, Kanroji, shunaqa gaplar. Keyin ertaga uy vazifalarni bajaramizmi birgalikda? Sen yangi qizmisan maktabda? Ha, nimaga edi? Bu yo'lda mana aytganim bo'ladi, tushundingmi? Kimsan, nima do'stsanmi? Prinsessani tinch qo'ydirik-ku. Prinsessa Sen menga chekkaroq buyruq beryapsan. Hozir Reddi ham kelyapti. Ikkalamizga qarshi chiqmoqchimisan? Hali ikkalanib ko'rasanlar. Bitta narsani sezdingmi? Hali yurish yetmasang, hech nimani sezganim yo'q. Stromik bilan Reddi senga juda ham g'alati qarashyapti-da. Jinromisan, hech nima bo'lgani yo'q. Ular umuman oddiy hol, tushunsanmi? Bo'ldi, hech nima bo'lgani yo'q. Bu aniq-ku. Bor, sen aniq jinni bo'lib qo'ygansan, Kanroji, ishon. Bo'ldi, soat ham 7, hali kech qolmadim. 7:30da boshlanadi. Barchiki salom. Salom prinsessa. Oho, jang boshlandi shekilli. Uzr, ikkalaninglarni ham gaplarini eshitmay qoldim. Stromik Reddi. Menimcha ikkalasi ham seni yoqtirib qolishgan. Kanroji, jinni bo'lib qoldingmi? Nima do'stsan? Bu aniq-ku. O'zing ko'rmayapsanmi? Yo'q, ko'rmayapman. Menga ularning ikkalasini ham gapirma, xo'pmi? Umuman gapirma iloji bo'lsa shu ikkalasini. Ozgina katta gapirsa xafa bo'lib ketib qoladi. O'zini aytayotgan gapini qaranglar. Bugun juftlik bo'lib loyiha ishlaysizlar. Ustoz, men prinsessa bilan birga sherik bo'lay. Prinsessa va Reddi, Stromik va Noftuzi. Yes, prinsessa men bilan. Mayli. Qalaysan, prinsessa? Yaxshi, rahmat. O'zing Bir qalaysan? narsa aytmoqchi edim. Haligi sevgan yigiting. Qo'y, bo'ldi, gapirma, iltimos. Reddi, loyihani gaplashaylik. Yaxshi. Jinursul Reddi, Stromik xafa bo'lib ketdimi? Nimaga xafa bo'ladi? Mayli, loyiha haqida gaplashaylik. Davay, xafa bo'ldingmi? Nimaga gapirmaysan? Mayli, ertaga qoldiramiz. Men umuman charchadim bugun. Ertaga qilamiz. Jinursul Stromik nimaga xafa bo'lib ketdi? Yoki Kanrojining gaplari rostmikan? Maqsadsan, qahramon bo'lmoqchi. Yo'limdan chiqyapsan, o'zingdan ket. Hozir Reddi kelsa qochasan-ku. Stromikka qo'lingni tushunib ketdingizmi? Nima qilyapsan? Yaxshi ko'ramiz hali. Prinsessani tinch qo'ydirik-ku. Boshqacha gaplashamiz keyingi safar sen bilan. Ochko ishlamay. Jinursul, men olganda yana Sen qisqali meni kimligimni bilmaysan-de. Seni kimliging menga vashchi qizumas, ishon. Undan uzoqroq tur. Ishing bo'lmasin, aralashma. Bor, ketib yo'la. Yaxshi, afsuslansan hali.
Shu maktab yutganimdan beri muammolar umuman tugamaydi. Jin ursin, jonimga tegib ketdi. Men bu xuddogam sovuq qopti. Men bu o'yinchoq вообще yaxshi ko'raman. Ishoninglar вообще. Videoga like qilinglar, obuna bo'linglar. Shuncha mehnatimiz qadrlagan holda. SMS keldimi? Trikodan ehtiyot bo'l. Jin ursin, nimalar bo'lyapti? Kim yashiringan nomer? Hech kim bilib ham bo'lmaydi kimligini. Mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Sizlar videoga like qiling, obuna bo'linglar. Men o'tirish kerak endi. Krasavchik bo'lib. Ha, mayli. Ovqatimizni yeymiz va yotib uxlab ertaga maktabga borishimiz kerak. Nu, mayli. Ertaga men bu xabarni Kanrojiga ko'rsatmasam bo'lmaydi. Ha, mayli, hozir ishimiz ko'p, ovqatimizni yeb olamiz. Xo'p, maktabga ham kelib oldim. Endi Kanrojini oldiga boramiz. Kanroji, qalis yaxshimisan? Senga bitga bitishim kerak. Kanroji, menga qara. Короче, mana telefonimga mana shunaqa xabar keldi. Direkt ehtiyot bo'lgan. Buni senga kim yubordi? Nima? Yo, Estromik, hech nima bo'lmadi. Joyingda o'tirur. Hech nima bo'lmadi, bemalol. Janursun, Kanroji kim anak qilibdi, xabar yuboribdi. Juda ham qo'rqyapman Trikodan. Mayli. Ha, mayli, haligi SMS o'chirib tashlayman. Вообще kerak emas, Janursun. Bugun 8:00da sport zaliga kelaman. Janursun, yana kim bu SMS yubordi menga? Yana xabar keldimi? Ha. Qayerdan bilding? Yoki sen jo'natyapsan menga? Ha, chunki menga ham keldi bu xabar. Janursun, obunachilar kimdan kelyapti ekan? Men aniq bilaman, aytib qara. Bu xabarlarni Driko yoki uni oshnalari bizga jo'natyaptiki, gapimni eshitmaysanmi? Hammaylar Janursun nima bo'lsa bo'ldi, men ham sinfga borib o'tiraman. Prinsessa yangi kelgan bizlarga, lekin ikkita bolonga o'xshab olgan, menga yoqmayapti. Ha, shunda nima qilib o'qisa ularni? Hech-ku rejalarim bor, yaqinda shularni qilaman. Kut do'stim. Ha, o'zing bilasan, yana ahmoqqa o'xshab bitta qizni deb qancha do'stlaringni ayirib qolman. Jin ursin. Buni bola eshitish kerak. Bu Driko deganlari bir nimani reja qilyapti. Bolla, qisqasi, prinsessani himoya qilishimiz kerak. Ovozini yaxshi eshitmadim-u, lekin Driko bir nimani reja qilyapti. Jionursun, Driko nimanidir rejalashtiryapti-da, shu prinsessani himoya qilishimiz kerak. Drikoda nimadir bor. Jin ursin, Driko. Buni aniqlashimiz kerak.